Bundan tashqari undan salgina orqaroqda bo'lim rahbari yoki bo'lim boshlig'i lavozimidagi xodimlar bor. Ular butun komandani, boshqacha qilib aytsak, soldatlarni yoki askarlarni, butun jamoani boshqaradigan odamlar. Va direktor o'sha boshliqlar orqali korxonadagi bo'limlarni boshqaradi. Va eshkak eshuvchilar bor, ko'rib turganingizdek, ridovoy сотрудниклар, ya'ni qaysidir bir lavozimlarda faoliyat yuritadi. Quruvchi bo'lsangiz agar, sizni korxonangizda bunaqa xodimlar ko'p. Kim bo'lishi mumkin? Sotuvchi bo'lishi mumkin, buxgalter bo'lishi mumkin yoki qaysidir bir shpaklyovka bilan shug'ullanadigan usta bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Va bu yerda ko'rishimiz mumkinki, agar biznes egasi korxonada ishni to'g'ri tashkil qilgan bo'lsa, bunda butun kema bir yoqadan bosh chiqarib bitta maqsad sari hamma kuch bitta yo'nalishga yo'naltiriladi. Shuning natijasida tartibli, tizimli ravishda kema harakat qiladi. Buning natijasida har qanday qiyinchiliklar, to'lqinlarini korxona yengib oldiga qo'ygan maqsadiga qadam-qadam erishadi.